Rostdan madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini siz yozib berganmisiz? Qo'shiqlarni emas, qo'shig'ini. Qaysinisini? Majnuntolning navdalari. Siz yozganmisiz? Majnuntolning navdalari. Majnuntolning navdalari mening baxtim gavdalari. Qadrli do'stlar, vodiy bo'ylab sayohatimizning birinchi kunida Farg'ona viloyati Beshariq tumanida mana hozir Dilmurod Akbar ismli shoir akamizni o'zini Oqibat milliy taomlarida o'zi bilan ko'rishib qoldim. Mana shunaqa shoir akamiz bor ekan, bilmay yurgan akamiz. Bugun birgalikda qaysi qo'shiqlarni yozganini sizlar bilan bilib olamiz aka. Undan tashqari yana qaysi shedevrlarni yozgansiz? Gulsanam Mamazoitovani do'ppini boshimga kiysam qaraysiz qo'shiqlari. Do'ppini boshimga kiysam qaraysiz. Osmani qoshimga qo'ysam qaraysiz. O, zo'r qo'shiq yana. G'ulomjon Yoqubov boraymi kelarmisan? Ey sochlari dorim mening boraymi yo kelarmisan? Zo'r qo'shiq. Chegara qo'shinlarini vatan ostonasida kunduzlari tunlari yurt bo'lsin deb osuda chegara qo'shinlari sher yurak lochinlari degan norasmiy madhiyasi o'qib qo'ygan. Shuni yozgansiz. Gap yo'q. Vatan ostonasida kunduzlari tunlari yurt bo'lsin deb osuda chegara qo'shinlari. Gap yo'q. Boya gaplarni ko'p qo'shiqlar yozganman, esimda yo'q deyapsiz. Esda yo'qdi. Gap yo'q. Yoshlar yozganmi? Ana Ozodbek Nazarbekovning qo'shig'ini nechinchi yil yozgansiz? Majnuntolning navdalarini. 1993 yilda yozganman. Keyin oradan yillar o'tib 2006 vallohu alam yodimda yo'q. Kitobim chiqqanda Botirjon Ergashev do'stimizga sovg'a qilganman. Botirjon Toshkentga olib ketganlarda nimaga Musoxon aka sovg'a qilishganmi? Studiyalarga olib borishganda o'qib, o'sha Majnuntolning navdalari degan she'rni o'qib, ko'ngillariga o'tirib qolib qo'shiq qilishgan. Shu Botirjon Ergashev sababidan qo'shib bo'lib ketganda bu she'rlar. Gap yo'q. Lekin qo'yil qoldim. Sizlar Dilmurod Akbar shoir akamiz haqida ma'lumotga egami deylar? Sizlar uchun bu ma'lumot qiziq bo'ldimi? Albatta fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Bo'ylab sayohatimiz hali davom etadi. Agar sizlarda ham tuman shaharliklarda shunaqa Dilmurod Akbar akamizga o'xshagan shoir akalarimiz, talantlar, iqtidorlar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar, ularni ham yoritamiz.